qizli pardasini sun'iy tiklayotganlar va unga xizmat qilayotgan shifokorlar haqida siz qanaqa pozitsiyadasiz va ular qanchalik ko'p? Shu madaniyat kirib kelayotganiga ham qo'pol ketgan shunaqa o'yinlar bo'ldida. Ommalashib ketdi yoki shunaqa to'ydan oldingi o'sha jinsiy munosabatlar ko'payib ketdi. Oqibatda baribir endi ko'paygandan keyin nimadir qilib yerga tegib olishga. Rishtadan ham ko'ra boshqa narsalar chiqib ketgan. Har xil kapsula, boshqa narsa, kapsulani qo'yib oladi, shu qon chiqarib beradi. Kitirish u o'sha modadan qo'yapti-da, to'g'rimi? Hozir kapsulaga o'tib ketdi. Xo'p, endi qarang. Alloh saqlasin, uylanmoqchi bo'lgan odam hozir bizani ko'rib o'tiribdi-da. Shu vaziyatda u kapsulani qanday ajratib oladi originalidan? Ajrata olmaydi. Umuman bilib bo'lmaydimi? Rostdan. Men taqdirda bori bo'ladi, tekshiraga nima yozilgan bo'lsa o'shani. O'sha to'ydan oldin baribir qiz tanlashda e'tiborli bo'lish kerak. Demak, to'ydan oldin siz qizligini bilishingiz kerak bo'ldi. Qizligini baribir bilish qiyin-ku. Endi ginekolog ham buni ko'rib bera olmaydi, bu narsa. Haqqi yo'q ginekolog ko'rishga. Yo'q. Ko'rsa faqat sudmet ekspert, o'sha sudebniy ish qilib ko'radigan narsa. Qiynashtirib tashlabdi-da. Endi shu taqdirga rozi bo'lish kerak. Misol uchun siz qanaqa bo'lsangiz, baribir sizga ham shunaqasi uchraydi. Sinov tariqasidan kelib qolishi mumkin-ku. Sinov bo'lsa rozi bo'lasiz-da, sinovga. Qo'rqitdingiz.